Assalomu alaykum, Umar o'z obunachilari. Sizlardan jicha yordam so'rab, xalqimizdan jicha yordam so'rab video qilishga majbur bo'ldik. O'zi bunaqa videolar qilmardik. Akamizga jicha xalqimizdan jicha oz-moz yordamimiz kerak ekan. 10 ming so'mdan tashlasam, 20 ming so'mdan tashlasam, ko'nglaringizdan chiqarib, shu pastdagi nomer kartalarga bemalol o'zlaringiz hissinglarni qo'shib, savob yo'lida jicha ehson qilsa, akamizga jicha pul zarurroq bo'lib qopti. Qanaqa kasallik dedingiz aka? O'zi tushuntirib o'tsangiz endi. Bu girija orqasida miyasidan shlanka qo'yib turib mayog'iga tushiradigan. Xullas tezroq operatsiyasini qilishimiz kerak ekan. Dushanba kuni, hozir shanba kuni olyapmiz. Dushanba kuni tezroq operatsiya qilsak, bolaga yaxshiroq bo'lar ekan. Hozir bola ham eng qizi yosh bola, hali 4 oylik. Hali birga ham kirmagan 4 oylik bola. Yaxshi operatsiya qilish kerak ekan. Doktorlar shunaqa tashxis qo'yibdi. Qiziqqanlar bo'lsa manaqa nima deyman, endi sizlarni ham tushunishimiz mumkin. Mana hamma rentgen qog'ozlari, hamma yo'llari bor. O'g'lingizga nima bo'lgan aka? Bu o'g'lim DSP kasal, massaj olish kerak. Yurmaydi, gapirmaydi, mana shunday yotadi. Ovqatni yeydi, qoshida yediramiz. Umuman gapirish yo'q. Holat mana shunday. Avvalo xalqimizdan shunchalik biz ko'rib, layklarni bosib, kartaga pul tashlamasanglar ham ko'proq podelitsiya qilib, e-posta qo'rsanglar, videomiz tezroq reykka chiqadi. Akamizga tezroq mablag' berish kerak, tezroq pul yordam qilishimiz kerak. Iltimosga sizlarga o'zimiz ham bunaqa video qilmasdik. Iltimosga akamiz uchun Alloh rozi bo'lsin avvalo hammalaringizdan. Sizlar akamizga bersanglar, tezroq pul tashlashib, akamizga $2000 pul kerak ekan hozir. $2000 bersa, ikki o'xsham yaxshi qo'raman deyapti. Endi $2000 ja'lindaqa katta pul emas. Endi o'zlaringiz ko'nglaringizdan chiqarib 3-4 so'mdan pul tashlab akamizga yordam qilishlaringizni istayman. Akamiz o'ziga manzillaringiz qayerda aka? Andijon tumani Ayrilish Bahor ko'chasi. Bemalol ishonmaganlar o'z nomerlarini ham qo'yib qo'yaman. YouTube'da ham to'liq videolar bor. Bemalol o'zlariga telefon qilib, kelsanglar, ko'rgani kelaman desanglar ham ko'rsanglar, kelib ko'rib bolaga mana o'zlaringiz yonlaringizdan mablag' chiqarib berishlaringiz mumkin. Hammangizga rahmat.